Orta kırık orun var mı? Var. Orta kırıkta var. Orta kırık. Da bakasına basıp kana tarafısın. Evet, İslam'da devam edelim. Dersekine devam edelim. Fransa Niederlande, Fransa Luxemburg, Dinamarca, Buenos Aires ou Argentina, Kenya dışında Afganistan, Respublika Yunanistan, Washington, Amerika Başkanları, Amerika'nın uzakında Yunanistan, Respublika Federasyonu. Yaxşı. Amerika nechінші o'rinda turib, zo'rlig'i bo'yicha ham kishi soni bo'yicha. Amerika Qo'shma Shtatlari. Zo'rlig'i bo'yicha 5-chi o'rinda. Xalq soni bo'yicha 5. Nechanchi o'rinda Komil? 5. 5-chi o'rindaymi? Yaxshi. Zo'rlig'i bo'yicha o'rni bormi? Nechanchi? 5-chi o'rinda. Yaxshi. O'tiringlar, rahmat. Так, ikkinchi kartochka. Biz hozir netbooklarni ishlaymiz. Bizning ko'p turliligi o'rinda, illarning ko'p turliligi o'rinda baradariz. Umumiylashtirish darsi ham netbooklarda bir ulush bolalar ishlaydi. Ularning da turli ko'rsatkichlar bor. Demak, Kunchiqish yarımshar, Kunbotish yarımshar, Yevropa, Aziya, Amerika illari e'tibor etsangiz, ular o'rinlarini qo'yadi, kontur karta bilan ishlaydi. Endi bunda o'shalar kartochkalar bilan ishlab, illarni ishig'i ular bo'yicha ular to'g'rida so'zlaydilar. Demak, temalar bunda umumiylashdi. Обобщение по теме многообразие стран идет у нас. Вот. Devam etamiz. İkinci kartochka kimda bizlar? Süleyman? Birinchi. Chiqasizmi? Jamila? To'xtaymi? Сирия, Республика Boshqalasi neydi Siriya? Boshqalasi Anava и Дамаск. Россия. Boshqalasi neydi? Boshqalasi Moskva. U Respublika Federativ. Евразияда o'rtasha. Евразияның Азия решин ko'proq ala. U maydon bo'yicha birinchi o'rinda, ham xalq soni bo'yicha 4-chi o'rinda o'rnashadi. Braziliya u Kunyoq Amerikani kunbatishida o'rnashadi. Braziliya. Ой, tinchishida o'rnashadi. U Respublika Federativ maydonlar bo'yicha 5-chi o'rinda, xalq soni bo'yicha 6-chi o'rinda o'rnashadi. Seul u Respublika Koreyaning bosh qalasi, u Koreya Respublika Xalq Unitar, ham jamoat industriya. Lissabon u Portugaliyaning bosh qalasi, u Seychelllar, ham Respublika Xalq O'rnashuv bo'yicha oldingi yillarga ko'ra qayda o'rnashgan? Menga o'zingchalik bor o'rnashuvda. Geografik bo'limi. U Yevropadan Narsa u? Yarim o'travmi? U yarim o'trav. Nechta deb ataladi yarim o'trav? Перене yarim o'travda o'rnashgan. Yaxshi.
Birinchi beshlikni ko'rsataylik zo'rlig'i bo'yicha ellarga. Birinchi Rossiya, ikkinchi u Kanada, uchinchi Amerika Qo'shma Shtatlari, to'rtinchi u Xitoy, beshinchi u Braziliya. Yaxshi. Kelishasizmi bolalar? Xatolar bormi? Zo'rlig'i bo'yicha. Durust aytdimmi? Durust aytdi. Yaxshi. O'rningga. Tak. Illyuziya hazırmısın? Yo'q hali. Komik? Kim hazır tamam? Ederiz. Tak, üçüncü, sen birinci kartışkayı da ederiz. Süleyman çalımız toplayın. Xitoy boshqalasi Pekin, Yevropaning Европа. Mı? Aziyaning kunchilig'ida o'rnashgan unitar davlat, respublika. Territoriya bo'yicha ikkinchi o'rinda, İkinci turda. to'rtinchi o'rinda ham kishi soni bo'yicha birinchi o'rinda o'rnashgan. Так, үсеш боюнча нинди bu? Экономикасы, иктисады O'sish боюнча. ulushi Үсеп келуші нинди группага кіре? Кичкене кіре тұрған нинди иллер? Нинди иллер? Фамил нинди иллерге кіре? Үсеп келуші азар төп иллерге кіре, төп иллер. Çünkü siz anı Xitay'ın ne işindir gelip үсеш алған ил деп атайсыз, хотя ол біздің үсеп келуші төп ил. kunchilig'idan tanakan bilan yo'la. Kanada. Boshqalasi Ottawa, Tönyak Amerikaning Tönyag'ida o'rnashgan. Kunchilig'idan Atlantik okean bilan, kunbotishidan Tanakan bilan ham Tönyakdan Severniy Levit okean bilan yo'la. Kanada Великобритания Содружественная кіре. Hem forma правления bo'yicha unitar davlat. Правление унитар davlat bo'lmaydi. Tuzilish bo'yicha unitar, Tuzilish bo'yicha unitar davlat. хотя u unitar to'g'ri federativ. Birinchidan, ikkinchidan davlat idorasi bo'yicha nima bo'lib chiqadi? Britaniya birdanligini kirgachna, Respublika. O'zbekiston monarxiyaning bir turi u bu. Bizdan respublika deb atasak. Son monarxiya. Yaxshi, davom etamiz. Uchinchi, Indoneziya. Indoneziya. Avstraliyadan Tönyak taraf o'rnashgan. Boshqalasi Manado. Rüstü'yü ko'rsatamiz. Jakarta. Aynen. Boshqalasi Jakarta. Kun yog'indan ham, kun botish yog'indan Hind okeani bilan yo'la. Kun chiqishdan Tanakan bilan yo'la. Так, үсеш bo'yicha nindi? O'sish bo'yicha u respublika, unitar davlat. Үсеш экономика. O'sib kelishil. Respublika ham unitar davlat. Mana o'sib keluvchi il narsa bilan u sevdaydi. Nindi o'zinchaligi bor uni. Bugungina biz sizni bilan xalqaro uyushmalarni o'rgandik. Neft eksportlovchi il, demak, neft eksportlovchi il. Braziliya. Kunyak Amerikaning kunchilig'ida o'rnashgan. Ham kunchilig'idan Atlantik okean bilan yo'la. Boshqalasi Braziliya. Ol respublika, unitar davlat. Ol o'sib keluvchi il. Hozir zo'rlig'i ham kishi soni bo'yicha o'rinlari bor uni. Nindi o'rinda? Zo'rlig'i bo'yicha nechanchi? Zo'rlig'i bo'yicha 6-chi o'rinda. Отличник deb sizni bilan o'rganaydigani.
5-ci orunda. Ve siz 7. klasta bulganda o 5. orundaydı. Xalq sonu boyunca da zorluğu boyunca. Bugünkü günde xalq sonu boyunca o indi hazır Türkiye fark oldu. Neçinci orunda hazır? Neçinci orunda? Azat neçinci orunda Braziliya? 6. Ali 7. orunda da gidip yazalım değil mi? Evet, yaxşı. Parij, o Fransa'nın baş qalası. Европаның көньяк-көнбатышында урнашкан. Ул көнбатышынан Атлантик океаны белән юыла. Ул зур үсеш алган җиделеккә керә. Республика унитар дәүләт. Yaxşı. Yaptırasın. Әйе. Aynı oturumlar. Azgina hatalar var, lakin bularını düzeltiriz. Так, балалар тағылым hazır. Hazır kartışkalardaki işlerimizni ekranla tamamlayız. Ders okuluna yakınlaşa. Hem çıkış yasarına ilgili defterlerimizni tekşiremiz. Netiplarda işlevişler bağlar. Nihalleriniz var sizden. Neydi kitapqa jettiniz? Amerika demek dünya kampanya yok, dünya kampanya Amerika'nın ikisinde ötesiz. O dillerini de sizin bilen öğrendik. Komik toktayamı, davay kartışkın boyunca çalışıyorsam. Kalganlar onlara indi ben sizin işlerinizi defterden tekşirip bitirelim. Kanada. Orhan bir basma, yanım biraz. Ул безнең Төньяк Американың төньяк өлешендә урнашкан. Мәйданы буенча ул 2-нче урында тора. Конституцион монархияда ул Великобритания составында содружествога керә. Һәм зур җиделеккә керә. Үсеш алган тәртипләр. Марокко, ул безнең Канададан федератив, Марокко безнең конституцион. Ул Мароккодан. Марокко ул конституцион монархияда унитар үсеш алып килүче аграр. Monarxiyanın neydi durumda? Конституцион. Япония ул безнең